Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa, tilning ofatidir. Alisher Navoiy. Til so'zlovchi istagini eshituvchiga yetkazuvchi tarjimondir. Abu Rayhon Beruniy. O'zbek tili kambag'al til emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga tenglamasinlar. Abdulla Qodiriy. Til odobning kaliti, so'z esa donishmandlikning o'lchovidir. Alisher Navoiy. Tilingdan chiqadigan sadaqang ba'zan qo'lingdan chiqadigan sadaqangdan xayrliroqdir. Abul Qosim Zamaxshariy. Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadigan oynai hayoti uning tili va adabiyotidir. Abdulla Avloniy. Ona tilimni ulug' va muazzam desam, e'zozlab boshga ko'tarsam, buning boisi o'zimniki bo'lgani, jonimga yaqin bo'lgani uchun emas, balki shunga ishonganim, shunga iymon keltirganim uchundir. Men ham bir ikki tilni bilib, ulardan qiyoslash imkoniyatlarim borligi uchundir. Erkin Vohidov. Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz zarur.